Sergeli Choshtepa metro bekatining shunday yonida, birinchi metro bekati yonida 2 xona, 5-etaj, 55 kvadratli neoklassika tartibida remont qilingan kvartiramizni kanalimizda 69.500 dollarga baholadik. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prikoshka katta, mana shkaflar qilib qo'yilgan. Bu tarafda sanuziylari alohida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafda hojatxonasi, garderoblari, bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Remont ko'rishlaringiz mumkin. Juda ajoyib chiqqan. Bu yerda akvaramlari. Bu yerda mana kattakon zali. Ko'rib turgan hamma mebel texnikalaringiz hammasi qolyapti. Oshxonaga zal orqali o'tiladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozirgi 2 xona, 1 xonalilarda oshxona bilan zal birgalikda bo'lyapti. Mana bu tarafda taxminan 1.20 ga 1 metrlik balkoni bor. Hujjatlar hammasi joyida, kalish notariusda o'zida beriladi. Mabodo sotib olib arendaga qo'yaman desalar, 500-550 dollarga, inostranslarga, chet elliklarga bo'ladisa 600 dollargacha arendaga bersalaringiz bo'ladi. Hujjatlar hammasi joyida, faqat naqdga sotiladi. Pastdan nomerga aloqa qilib ko'ring. Yaxshi variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.